Jinsiy aloqani xohlagan payti bo'lsa, mana yengil, yana turgizib olinadi. Do'stlar, pening protez, ya'ni jinsiy holatga protez qo'yish operatsiyasini boshlayapmiz, xudo xohlasa. Bir komponentli protez, xudo xohlasa oxir natijani ko'rsatamiz. Yana bunday turgizib, yotqizib ko'rsatamiz. Jinsiy holat razmerini o'lchab oldik. Endi protezni o'zini qirqyapmiz. Bizda jinsiy holat yechib qo'yiladigan umumiy razmer 20 sm. Bu degani holatda o'zi 20 sm bo'lib qoladi degan narsa emas. 5 ta holat. Bu degani shu jinsiy holatda общий tanasi 20 sm bo'ladi. Bu hech qanaqa qandaydir teshib chiqadigan yoki qattiq narsa emas. Ichida o'zining strukturasi va ustida yumshoq to'qimasi bor. Ya'ni holatga hech qanday botish bo'lmaydi. Mana bu ikkalasi qo'yilgan taqdirda mana o'q bo'ladi. Uni istagan holatdan chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hozir qo'yamiz, xudo xolasa.